jonli efir yondirib yuboryapti. Qanaqa bo'lyapti mana? Yetib turganingizdan beri. Zo'r bo'lyapti. Bunaqa qiziq bo'ladi deb o'ylamagandim. Haqiqatan zo'r bo'lyapti. Jonli efir albatta zo'r chiqar ekan. Haqiqatan ko'p eshitgandim bu aktyor orqali. Uydagilar televizor ko'rishadi baribir. Hozir ko'rib, sovg'alarni ko'rib, yana bir marta amin bo'ldim. Haqiqatan ham berishar ekan deb. Zo'r. Bu xalq uchun ham televizor ko'rib, ham ishtirok etib, sovg'a yutib olish zo'r narsa. Kim qatnashyapti yaqinlaringizdan? Ha, uydagilar, qaynsinglimlar, uydagilar o'tirib, shu uyda o'tirishganda qatnashadi. Omad tilayman, bizlar yutaylik. Hayajonli lahzalarga boy jonli efirda yana bir telefon egasi aniqlandi. Shu kunga qadar biz Milliy Daman aksiyasida 10 ta sovg'ani 10 nafar ayollarga topshirgan edik va nihoyat bugun ilk erkak ishtirokchi g'olib bo'ldilar. Ular qayerdan ekanligini hozir bilib olamiz. Ozgina shoshmaymiz. Qaysi viloyatlar? Telefon topshirib. Tushunmayaptilar, jonli efirda ekanliklarini tushunmayaptilar. Andijon shahridanmi? Andijon, kecha ham andijonliklar yutgan edi. Andijonliklar faol. Zo'r gap yo'q, sovg'amizni ertaga qo'lingizga olasiz. Men Millidaman, bugun ham Millidaman, doim Millidaman. Chunki Milliy kanal eng zo'r kanal.